Qur'onning bir oyatlari Qarunning yashagan zamonasi, halok bo'lgan zamonasini aniq bayon qilib aytmasa ham Qur'on oyatlari. Lekin Qur'ondagi Qarun haqida kelgan ba'zi oyatlar siyoqi, ya'ni oyatning oqimida, oyatning mazmun ma'nolaridan bilasizki, Qarun Fir'avn o'lmasdan avval Qarun halok bo'lganligini bilasiz. Mana unga dalil Alloh taolo aytadi: "Innama utituhu ala ilmin min 'indi." أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا تشتت شنيلا. أهمية شيء. الله تعالى قال لنا Qarun judayam katta mulk egasi bo'lgan. Hozir aytib o'tamiz. Katta boy badavlat. Shunda qavmi kelib turib, "Ey" deb da'vat qilib nasihat qilganda, va aytdiki, "Bu dunyoni Alloh bermadi, men o'zim ilmim bilan topganman" dedi. Degandan keyin Alloh taolo aytdi. Bilmaydimi Qarun? Bundan avval, Qarundan avval. Minal qurun qancha asrlar, undan avvalgi asrlar. Bundan ham kuchli, quvvatli va moli bundan ham ko'p odamlarni biz halok qildik deyapti Alloh. Agar Qarun Fir'avnning halokidan keyin bo'lganda, Fir'avn halok bo'lgandan keyin bo'lganda, Alloh taolo o'tgan asrlarni qarab o'tirmasa, o'zining avval o'tgan kungi Fir'avnni qaramasan deb aytadi. O o'tgan asrlar emas. Hali Fir'avn halok bo'lmagan edi. Shuning uchun Alloh taolo undan avvalgi Fir'avndan avvalgi asrlarga urinmadi. Ikkinchisidan bu Misrdan chiqqandan keyin Bani Isroilni olib Musa alayhisalom chiqqandan keyin adashib ketadi sahroda. Necha yillar qoladi. Sahroda adashgan kishi bunaqa boy bo'lib ketib, bunaqa qasrlar solishi mumkin emas deyishgan. Shuning uchun Qarunning qissasi Fir'avn halok bo'lishidan avval bo'lgan. Qarun kim? Ulamalar ixtilof qilgan. Qarun kim bo'lgan? Qur'onda Alloh subhanahu va taolo "Inna Qaruna kana min qawmi Musa." Qarun Musaning qavmidan dedi. Shunda ulamalar aytganki, Musani Alloh taolo qavm bo'lishligi Fir'avnning borgan da'vat qilishga, Fir'avnning qavmiga. Demak, Qarun Fir'avnning qavmidan edi deyishgan. Bu xato. Lekin boshqa ulamalar aytgan ekanki, Qarun Qur'on aytganday Musa alayhisalomning qavmidan edi, Bani Isroildan edi. Bani Isroildan boy kishi, Bani Isroildan bo'lgan Qarun degan kishi bor edi. Bani Isroil. U Musa alayhisalomning amakisining o'g'li edi. Musa alayhisalomning amakisining o'g'li edi. Savol. Qanaqa qilib Musa alayhisalomning amakisi o'g'li bo'lsa va u Bani Isroildan bo'lsa, qanaqa bu boyi shunaqa badavlat bo'lishga Fir'avn izn berib qo'ydi? Modomiki Bani Isroilni ezib eng xo'r ishlarni ularga bergan edi. Qanaqa bunga ruxsat berib qo'ydi? Qanaqa boyish mumkin Bani Isroildan bo'lsa? degan savollar bo'lishi. Ha? Qanaqa javob berasiz? Aytingchi. Yo'li bor. Maşallah kim? Ha? Maşallah. Ayşe ulamalar. İnna Qaruna kana min qawmi Musa. Qarun Musa'nın qavmidan edi. Fir'avnning qo'ltiga qanaqa kirib ketdi desa, tabaqa alayhim. O'zining ahliga, o'zining qavmiga zulm o'tkazib, Fir'avnga tilyaqlamachilik qilib, Fir'avnni nimasida qo'ltig'iga tagiga ish qildi. Bani Isroilning ziyoniga ish qilib, hamma narsani Fir'avnga yetkazib turib, Fir'avnga katta imkoniyat berdi. Qasrlar. Shundan keyin tabaqa alayhim takabburlik qildi, dunyosi bilan Bani Isroil hech kimga mensimay qo'ydi deydi. Hech kim emassan senlar, meni dunyoning turgani kimsan dedi. Va zulm qildi. Bani Isroil o'zini qavmiga zulm qildi. Ba'zi mufassirlar aytishgan ekanki, Qarun Bani Isroildan bo'lgan. Bu Qarun ismi munavvar bo'lgan. Uni Tavrotni juda ham chiroyli tilovat qilardi, tovushi yaxshi edi, ovozi. Shuning uchun munavvar degan ot olgan edi degan gaplar ham keladi tafsirlarda, lekin bu ba'id, ya'ni uzoq so'zlar va xato so'zlar. Chunki Qarun Fir'avndan avval o'lib ketadi, Tavrot nozil bo'lishini. Tushunarli? Bu narsalarni biz tarix qayerda to'g'ri, qayerda noto'g'ri ekanini bayon qilyapmiz. Shuning uchun tarixda u Tavrot nozil bo'lishini o'tgan. Va ata Alloh taolo buni qissasiga kiryapti. Bayon qilyapti. Va ataynahu minal kunuz ma inna mafatihahu
bil usbati ulil quwwa. Alloh taolo aytadiki, biz unga kunuz boyliklarni berib qo'ydik. Xazinalarni, shunaqa xazina berdik. Ataynahu. Biz berdik unga. U shunaqa xazinalar edi demayapti. U shunaqa boy edi demayapti Alloh taolo. Unga biz berdik u xazinalarni dedi Alloh taolo. Shunaqa xazina, ya Alloh qanaqa bo'lishi mumkin xazinasi? Alloh taolo bizga buncha puli bor edi, bunaqa edi demayapti. Bizga eng kichkina misol keltiryapti, kattasini o'zing yechib ol deyapti Alloh. Uning kaliti deydi, xazinasining kaliti deydi. Kaliti uni hajrning ustiga qo'yish uchun, mana shu turgan kalitni hajrning ustiga yuklashlik uchun 10 dan ziyoda odam. Usba degani 10 dan ko'pini aytar ekan. Birolar 10, birolar 20, birolar 40, eng og'ir 40 degani. 10 dan ko'p usba o'shalar. Uning quvvati degani eng kuchlilar. Hali kasalliklar emas. Eng kuchlilar kelib, haligi shunday yuklash uchun 10 odam ko'tarar ekan. Kalitini shunday yuklar ekan, 60 ta hajrga yuk bo'ladi. Xazinaning kaliti 60 ta nimaga yuk bo'lsa, subhanalloh, xazinani ko'radi. Qanaqa xazina berilgani? Qarun qavm Isroil. Bari o'zining jigarida chiqdi-da Qarun kelayotgan edi. Qarunga nasihat qila boshladi. Iymon keltirganlar. Qarunga nasihat qildi. Ifqala lahu qawmuhu la tafrah inna Alloha la yuhibbul farihin. Aytdi, Qarun dedi. Ja'ala ad-dindan ashqusan bo'lib ketmagin dedi. Ya xursand bo'lib ketma. Zulm qilganligi bilan takabburlarni biron hech narsaga nima qilmay qo'yib, o'zidan boshqani ko'rmay qolganda, takabbur odam qiyomat kuni zarradan ham kichkina bo'lib tirilar ekan. Qiyomat kuni. Odamlar uni ko'rmasdan bosib, ezgilab o'tadi. Takabburni holat qiyomat. Kichkina qilib tirilar ekan Alloh. Mutakabbir bo'lib, ko'kragini urib, odamlarni ko'rmayotgan, ko'z ko'rmay qolgan odam qiyomat kuni shunaqa bo'lib tirilar. Qarang. Shunda nasihat qildi. Xursand bo'lma bu dunyoning bilan, takabburliging bilan. Xursand bo'lmagin, Alloh bunaqa narsa bilan xursand bo'lgan yaxshi ko'rmaydi. Ibodatda bo'lsa yaxshi ko'radi Alloh. Lekin birovga zulm o'tkazib turib xursand bo'layotgan yaxshi ko'rmaydi. Va bataqi fima ataqallohu ad-dar al-akhir. Alloh senga bergan narsalar foydalansang bo'ladi. Oxirat havosini izlamaysan bu bilan. Umid qilmaysanmi, oxiratni topmaysanmi? Shuncha dunyo bilan nasihat qilish. Va la tansa nasibaka min ad-dunya. Dunyodagi nasibangni ham unutib qo'yma dedi. Oxiratni ham ishini qil. Shu dunyoning bilan dunyoni ham nasibangni unutma. Ulamolar la tansa nasibaka min ad-dunyani ikki xil aytishgan. Dunyoda halol kasb qilib, o'sha dunyoni unutmasdan qorning to'yadigan narsalarni kuningni o'tkiz degan. Ba'zilar aytgan, dunyodagi nasibasi insonni degan. Dunyodagi nasibasi oxirat uchun qilgan amali dunyoda shu nasibasi degan. Alloh taolo nima uchun yaratdi? Alloh taolo ibodat uchun yaratdi. Demak, inson dunyoda oladigan nasibasi oxirati uchun bo'ladigan nima? Amali solih shuning nasibasi degan. Haqiqiy nasiba shu. Kim agar amali solih qilmasa dunyoda shunday o'tib ketadigan bo'lsa, u dunyodan benasib inson degan. O'tib ketayotgan vaqtida haqiqatan ham dunyoda nasibador odamni qaraysiz. Bir odam ibodat bilan o'ladigan bo'lsa, hech narsasi yo'q. Ko'rganingizda haligining qishki mana qish kuni qorda yaqin-yoq masjidga kelsa, rahmingiz keladi, aytaychilar. Masjidga kelib namoz o'qigandan ko'ra bozorga chiqib bir narsa ishlamaysanmi-da, oyog'ingga bir narsa olib kelmaysanmi deysiz-da. Rahmingiz keladi haligingga. Lekin shu odam sajdada o'lib qolsa, keyin aytasiz subhanalloh. Qanaqa go'zal xotima. Alloh bizlarga nasib qiladi yo'qmi deysiz haligingga. Nimaga bu qanaqa bir rohat bir ne'matda ketdi bu odam deb hamma odamga janoza o'qish kerak. Bir odam dabdabali boy bo'lsa dunyoda, lekin ichi aroq bor, mashinada bir narsani keyiga kirib ketib, madahlarni kirib ketgan bo'lsa, janozasiga ham boringiz kelmaydi. Iflossiz. Nasibasi yo'q deysiz. Dunyoda olib ketganing shu bo'lsangiz, aroqni olib ketdingmi, ichib o'lib ketdingmi deysiz. Haligingga dunyodagi nasibangni unutma, qiladigan solih amallarni qilib dunyoda. Nasibangni unutma. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadiki, Payg'ambar alayhisalom aytdi: "Man kana fil akhirati hamma, ja'ala Allohu ghina fil qalbi." Oxirat kimning g'am tashvishi bo'lsa,
Faqat shu oxiratni qanaqa qilsak, obod qilamiz ekan. Oxiratdagini o'ylaymizda biz endi. Havlimiz shu oxirat, bu sabab dunyoda yashashlik. Oxirat haqiqiy, havli, riyo deb oxirat g'am tashvishi bo'lsa, Alloh taolo uni qalbini boylik bilan to'ldiradi. Qalb hofizan, boy. Boylik qalbida bo'lar ekan. Va jama'ala bushamla. Uning ishlarini Alloh taolo o'ngidan keltirib qo'yar ekan. Shoshilib kelib hammasini yig'ib qo'yadi Alloh taolo ishlar. O'zidan o'zi o'ngidan kelib ishlar o'ngidan kelib ketadi. Va atadu dunya va hiya rag'ima. Dunyo bo'lsa, dunyo unga shunaqa haqir bo'lib, zalil bo'lib, hech narsa qilmasa ham orqasidan quvib yurar ekan dunyo. Haligi odam orqasidan quvadi. Oxiratni o'ylagan odam orqasidan. Va man kanat dunya hamma. Kimning g'am tashvishi dunyo bo'lsa deydi. Ja'alalloh faqra baynayhi. Alloh taoloning kambag'alligini shu ikki ko'zining o'rtasiga qo'yadi. Kambag'allik shunaqa yaqin bo'lar ekan-da. Undan qarasa ham bu yoqda ham kambag'allik, bu yoqda qarasa ham kambag'allikni ko'radi. G'am tashvishi dunyo bo'lgan odam shunaqa qo'rqib yashaydi. Har kuni ertadan turganda namozdan avval qanaqa qilib bolam boqsam ekan deb o'ylaydi. Kech payt sudralib, zo'rg'a uyga keladi, yana ertadan qanaqa bolam boqsam ekan deb turib, kambag'allik shunaqa ko'zga ko'rinib turadi. Allohdan rizq degan inson sababini qilishga buyurilganmiz deydi-da, xotirjam qiladi, ertaga inshaalloh yana bir sabab chiqadi deb chiqib ketadi. Unda kambag'allik ko'rinib turmaydi ko'zga. Va uning Alloh taolo ishini da Alloh taolo deb chachib yuboradi. Dunyo o'ylab turgan odam ishini chachib yuboradi. Va Alloh subhanahu va taolo yatihna dunyodan qudrat. Qancha tirishmasin, Allohning taqdir qilganidan bir narsa oshib bo'lmaydi. Dunyoda o'tib ketasan, lekin Allohning taqdiridan boshqa narsa o'tmaydi. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Haligi odam da'vat qilyapti. Qavmga qara. Alloh senga shuncha yaxshilik berdi, sen ham berdi. Odamlarga xalqqa yaxshilik qilsang bo'lmaydimi shu dunyoda? Va la tamil fasatina. Yerda buzg'unchilik qilasan, bu yerga borasan, buzg'unchilik qilasan, bu yerga kelasan, zulm o'tkazasan, buni yerini tortib olasan, qo'ling qayerga cho'zsang yetadi. Shuning nimasi bilan shuncha zulm qilasan sen? Yerda buzg'unchilik qilma. Alloh taolo buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni bir odam shijoatdan ketdi-da, bechora borib dardini aytdi. Aytganini dunyolarni yuziga solib tashladi haligi. Qilayotgan ishlar hammasi bir tiyin foydasi yo'qini aytib tashlagan edi. Qarun dabdabali, hashamatli haligi arabachaga o'tiribdi. Shundan beri qarata qala innama utituhu ala ilmin indi. Bu sen Alloh berdi deysan, haddan berdi. Bu dunyoni hammasini berdi, men o'zim berdi, ilmim bilan topganman. Men o'zim ilmim bilan topdim. Aytadizlar dedi. Alloh beradi deysan, yotaversang Alloh nimani beradi deb qo'yadizlar. Subhanalloh. Onangni qarnida yotganingda sen ketman chaqdingmi? Qo'rqadingmi? Ha? Onangni qarnida yotganingda saman ko'tarib yurganmi? Onangni qarnida yotsan, onangga ham esik kelmayapti. Sen shu ovqatlantirish. Lekin kimlik qonunini Alloh taolo ovqatini yuborib turibdi. Esidan chiqarmadi Alloh taolo. Shunda men o'zim topganman bu dunyoni devorida qoldim. Men o'zim ilmim bor, tijoratni bilaman, kasbni bilaman, qana shundan men boyib ketganman-da deydi. Allohning mulkini takabbur. Alloh taolo aytadi: "Avalam ya'lam anna Alloha qad ahlaka min qablihi min al-qurun." Qavm bunday aytdi. Bundan avval, bundan kuchli, jasadda ham kuchli va dunyosi ham, moli ham ko'p qancha odamlarni halok qilib yubordi. Qanchalari ketdi-yu. Va la yus'al an dhunubihim al-mujrimun. Gunohkorlar qiyomatda gunohi haqida so'ralmaydi. Gunohkorlar qiyomatda gunohi haqida so'ralmaydi. Shundaymi? Shundaymi? Ha? Shundaymi? Ha? Gunohkorlar qiyomat kuni so'raladi. Lekin o'ta haddidan oshib ketgandan keyin gunohi to'lib ketganda u shunaqa gunohi ko'p, uni so'rab o'tirishning hojati yo'q, hisob-kitobning hojati yo'q. To'g'ri bo'lib ketadi. Shunchalik darajada gunohkorlar bor ekan, shunchalik darajada gunohkorlar bor ekan, uni so'rashning ham hojati yo'q ekan. Qiyomatda shunday so'ramasdan, to'g'ri bo'lgan eshik ochiq ekan.
To'p ketadi. Sonra to'xtatilmaydi. Va فخرج على قومه في زينة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Bugün kıprak bok etdi dersimize. İnşallah. Bugün tüket varımız. Keyingi haftaga dam olamiz. Dam olish bo'ladi. Shuning uchun sabr qiling. فخرج على قومه في زينته. Qavmiga endi ziynatlanib chiqdi. Subhanalloh. Odam shunaqa ekan, ozgina dunyo bersa, xalqqa ko'rsatib ketadi dunyosi. Dunyosi ko'rsatib kelib, yurib borib, chaqirib qo'shilsin. Men qanaqa ishlar qilib yevroga qilib Birovlar uylarni shunaqa ishlatgandan keyin endi hozir mana ishlatyapti. Alloh barakasini bersin musulmonlarning dunyosiga. İşkerde görmeyet. Birovlar endi chiqib odamlarni olib ko'rsatmayapti. Shuni darvoza qo'yishyapti deb ko'chaga ko'rsatadi. Darvoza qo'yilmasa, narx qanaqa ekanmasini darvoza. Ichkarida o'zi qanaqa holatda yashayapti, Alloh biladi, lekin darvozani hayron qolasiz. Shunaqalar bo'lyapti. Endi ba'zilar dunyosini ko'rsatib kelib ketadi. Nima qilyapti? Uylarni hammasini suratga olib internetga qo'yib yuboryapti. Hadi birov bo'lmasa bir maqtab qoladi. Subhanalloh. Insonning tabiati shunaqa ekan. Subhanalloh. Berilgandan keyin yaxshi Alloh taolo birovga bir ne'mat bersa, asarini ko'rishni yaxshi ko'radi. Ne'matni bergandan keyin uning ne'matni asarini Fa'amma bi ni'mati robbika fahaddith. Allohning ne'matini gapir bergan. Lekin takabburlikka olmaslik kerak. Ne'mat musulmonlarning boy bo'lgani o'ta yaxshi. Musulmonlarga Alloh ziyorat qilsin dunyosini. Lekin bu narsa bizni chalg'itadigan va bo'lmasa bizni takabburlanishga olib boradigan narsa bo'lmasligi kerak. Qavm ziynatini ko'rsatish uchun, odamlarga maqtanish uchun, haligilarga nima qilib qo'yish uchun chiqdi. Ziynat bilan. Eng hayotda taqilmagan yerda tillalarni osinglar aralashadi. Otlarga dedi tillalarni kiydiringlar dedi. Otlarning üstü hammasi tillar. Taqinchoqlari otlarning taqinchoqlari tillar. Otlarga tillarni taqinchoqlar. O'zi ham endi ziynatlanadi. Askarlarga ham tillardan otlar taqinchoq tutdi. Askarlar va xizmatkorlarni ham tillardan kiydirdida shaharni aylandi. Ko'rsatyapti. Ziynat bilan chiqdi. Dünya hayatını arzu eden kişiler, şu dünya olsaydı deb yuraganlar bor ekanlar. Allohning qazosiga, taqdiriga rozi bo'lmaganlar bor ekanlar. Ya Alloh meni nimaga kambag'al qilib qo'ygansan deganlar bor. Bu odam Allohning taqdiriga rozi emasmi? Shunaqa odamlar aytishdi, "Oho, Qarunga berilgan narsa ham bizda bo'lib qolsa ya" dedi. Qarunga berilgan narsa bizda ham bo'lib qolsa ham voh deyish, avzosul qoldi. İnnehu lezu hazzin azim. Büyük bir uluş var, nasibeli kişiler bu değil. Büyük nasibeli var, uluş var, dünyada bir bahtlı kişiler bu değiştirir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, dünya dörtte kişiye olur dünya. Birinci kişi değil, Allah Teala mal bergen ve ilim hem bergen kişidir. Mal var, ilim hem var. Bu adam Allah'tan korkadı. Qarindosh urug'ga mol dunyo bilan aloqador bo'ladi. Molni berib turadi qarindoshlariga qarzi va Allohning haqqini zakotdan oladi. Biladlar, qiyomatda nima bo'lishi? Bu eng afzal insonlar. Ham ilm berilsa, ham dunyo berilsa. Shu molni qanaqa qilib ishlatishni berilgan odam, ilm berilgan odamlar. Ikkinchi odam dedi, Alloh faqat unga ilm bergan dedi. Mol bermagan. Ilmi bor, molni qanday ishlatishlar, lekin mol yo'q. Bu odam aytadi, menga yana shu mollar berilsa, dunyo berilsa, Alloh yo'liga ishlataman. Men shu odamga o'xshab yaxshi ishlar qilaman der ekan, ikkovining savobi bir barobar. Ana odam ishlayapti Alloh uchun. Bu odamga hali berilmaydi, lekin niyatyapti, yaxshi niyatyapti. Ikkovining savobi barobar dedi. Uchinchi odam dedi, Alloh subhanahu va taolo unga mol bergan, lekin ilm bergan emas. U odam dedi, malda haramni, halishni, mal topladı.
İlim yok da. Haramdan keseyen yiyecekti şu dünyanın yığışlamıyor. Karındaş olsundan Allah'tan istiyor. Gerekmez karındaş. Ne gelirse? Kulin olsa karındaş, kulin olsa karındaş nasıl var gitti? Bundan göre kulin barkı karındaşlar keş var. Şimdi karındaşlar keş var. Allah'ın hakkını sorak dese, sizler değil, fakat değil, aynı sana davet kılayettiğin kişiler, bunları esnetmesin, kaçıp yürekler görüyor, böyle ağzına alıp pis olarak kalır. Bunlar değil, ağzına zekat çıkarır, paşa. Elbette ki bu en tabii en iblas menzilettir. Kendisi de ilimiyem yok, maliyem yok, belki şu meniyem, şu dünya olsa her şeyini okşatça, bir toyladık güzel bir debdelerle böyle. Her derslerine hak verirdim. 7 gece 7 gündüz sportu verirdim diyen adam. Bunun günahı kendine Allah'a var. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. İlim verilmeyen kişilere tüyer düşüyor. İmanlı kişiler. İmanı zayıflar, hani arzu tutarı, kavlu verilgenlerse, kanakadır, kagenedir, ilimli kişilere ettik. Vay ne kumdu? Vay. Koyunlar bu yetlerine. Sizlerge vay olsun, ne buldu sizlerge? Sevabullah, Allah'ın savabı. Bunun savabına cennet. Allah savab versin öyle, cennet verir. Allah'ın savabı cenneti verir. Siz iman keltirip salih amel kılan kişi için yaxşı değil. Bu nima bu değil? Cennet bundan göre yaxşı emas mı değil? وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرِينَ. Bu cennette fakat sabır gelmekten girer değil. Dünyada sabır kılasan, cennete girersen değil. Allah Teala der, "Bel tu'timuna hayatı dünya vel ahiretu hayrun ve abqa." Sizler dünya hayatını artık göresizler, her vakit Allah. Dünyanın artık sana göresizler. Ben ahiret bundan yaxşıdır ve baqidir deyil, ahiret. Baqi. Dünya tügeydi, şunun için yaxşılar dünya. Ahiret tügemeydi. Baqi ebedi. Fudayla etkeneken. Fudayla etkeneken eğer dünya degeneken, dünya hemen cayı altın ve gümüşten olsa degen. Otursak dünyada hemen cayı altın gümüş. Hemen cayı altın gümüşten olsa dünya. Lekin bu tügeydi olsa. Tügeydi ise. Ahiret ise turpak laydan olsa tügemeydi ise ahiret afsal olaydı. Ahiret turpak laydan olsa ahiret afsal ise o tügemeydi degenlik için ahiret afsal olardı deydi. Hemen başkaları gibi tüketilir, ahiret fikir olar. Lay, turpak fikir olar. Lekin ayetçi, nima oldu sizlerge? Bugün günde bu dünya turpaktan ibaret oldu. Tügeydi, ahiretinin nimeleri, imaretleri, gümüşten, altından, miskten boyan ahiretini sizler, ebedi boyan ahiretini efsel görmeyesizler. Fudayla geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın ahiretinden çalıştırganda misalı geldi. Dünya bilen ahiretin misalı geldi. Peygamber aleyhisselam. Vallahi ma dünya fil ahire illa misl ma yec'al ahadukum usbu'ahu fil yemmi felyanzur bima yerceli. Allah'a kasem ki dünya ahiretin aldığı hiç nesemez. Dünya ahiretin aldığı hiç nesemez. Misalı değil. Peygamber Aleyhisselam meşi sabbaba kullarının işaresini, parmağını, işare parmağını görsettiler etti. Meşi parmağını değil. Denizde kim gizipti? Parmağını. Denizden çıkarsan değil. Nime nasıl olur? Bir tamçı su çıksa. Dünya şunçalık mıkdarı ahiret denizdir dedi. Ahiret denizdir. Dünyanın nimesi meşgul edilmişi çıkar parmağını içeri. Dünyanın mıkdarı. Ölçeğini kenar, Peygamber Aleyhisselam. Hayırlısı siyah. Hiç dersi yok mu? Mevdi' savtin fil cenneti hayrun min dünya ve ma fiha. Peygamber Aleyhisselam dedi, cennetteki bir kamçı, orun değil, bir kamçının miktarı. Dünya ve dünyadaki hemen meseleden göre yaxşıdır. Bir kamçı cayını, dünyadaki hemen meseleden yaxşıdır. Allah Teala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Teala dedi, Allah'ın mağfiretine şaşırmayın. Rabbilerine mağfiretine şaşırmayın. Ve cennetiyle aşkınlar, cennetin Allah Teala dedi, arduha, yeri. Cennetin yeri, 7 kavat asman ve yer şeriyeti. 7 kavat asman ve yer.
Bu bir odamga berilgan jannat. Allohu akbar. Bir odamga berilgan jannat. Qarang. Mana shu keyin saqlab qo'yamaysiz. Hamma joyni. Mana sentrdan bitta do'kon joyni sotib egasi bo'lsangiz, do'kningizni osmon olasiz. Sentrdan joy sotib oldim. Katta magazin sotib oldim deysiz. Subhanalloh. Xursandchiligingizni necha kun uni ta'minlab xursand bo'lib ketasiz. Yashab ketasiz, yashab. Jannatda shuncha 7 qavat osmon, yer, erini o'zini ekan. Uni hali boshqa tarafdan aytmayapti. Uzunligini eri shuncha bo'lsa, shuni senga bandan nashdan deysiz. Subhanalloh. Subhanalloh. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Shunaqa qilib dabdaba bilan qavm yurganida Alloh subhanahu va taolo shunday ashira deydi. Qasrdan chiqib kelayotgan joyida xalqning ko'zini oldida o'shaning Qarunning va uning hovlisi, qasri, xodimlari, xizmatchilar kim bo'lsa hammasini yerga yiqizdi. Alloh taolo yerga yiqizdi. Yer ochildi, shunday yerga tushib ketdi. Subhanalloh. Qarang. Yerga shunday Alloh subhanahu va taolo yiqizdi. Biron bir jamoatidan biron bir inson unga yordam ham bera olmadi, yordam qo'lini ham cho'zmadi. Va asbahallazina tamannaw makanahum bil ams yaquluna wa ka'anna Alloh yasutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Kechagina bu Qarun juda nasibador odamda shunaqa bo'lib qolsak deyotgan odamlar ko'z ochildi. Ko'z ochildi va ka'anna Alloh voy bo'lsin. Taajjub, hayrat, voy Allah xohlab bu rizqni xohlaganga berib, xohlaganga tortib qo'yar ekanda. Bu rizqda turgan narsa yo'q ekanda u. deb qolishdi. Laula anna Alloh alayna, agar Alloh bizga marhamat qilganda, biz ham Qarunga o'xshab, yo Qarunni yonida yurganda, la hasafa bina bizni ham yer yutib ketardi-da. Shu yonida bo'lmagan. Kechagina hay shunga yaqinlashsam, hay shunga qolib qolsam deyotgan odamlar ko'rgandan keyin keskarsiz. Allohga shukr, shu marhamatiga shukr Alloh. Shu bilan qilmaganiga shukr. La hasafa bina. Bizni ham yutib ketar ekanda deydi.